Salom hammaga, sizlar bilan bugun sizlar bilan qanday qilib band titul olish haqida o'rganamiz. Band titul olish uchun nufuzingiz va rankingiz Corona 5 bo'lishi kerak eng kamida. Titulni olish uchun mana shu ko'rsatilgan joyga bosamiz va tergovchilar degan bo'limga o'tamiz va sharh videolari degan joyga bosib, mana shu yerda videolar ko'rsatiladi. Bizga odamlar qanday cheat ishlatgan yoki cheat ishlatmaganligini aniqlab, mana shu 26 va biz kutdik, video tugadi. Bu yerdan biz qaysi cheatligini aniqlab, shu yerdagi sariq belgi tugmachasini bosamiz. Bu yerdan biz sharh missiyalarini ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga shunday oyna chiqadi va biz bu yerdan tergovchi safdor 1, tergovchi safdor 2 va 3 ni ko'rishimiz mumkin. Biz bu yerda tergovchi safdor 4 bo'lganimizda bizga mana shu qora titulni beradi. Videoyim yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.